Kasbiy ta'limni rivojlantirish, talab yuqori bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash dual ta'lim tizimi orqali o'z samarasini bermoqda. Mavzuni Qashqadaryo viloyati misolida tahlil qiladigan bo'lsak, bugun hududdagi 49 ta texnikumda dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilib, 8000 dan ziyod o'quvchi qamrab olingan. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bugun yuqori malakali kadrlarga talab va ehtiyoj oshyapti. Shu bois davlatimiz rahbari tomonidan kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, xorijiy tajribalardan keng foydalanish, dual ta'limni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda Qashqadaryo viloyatidagi mavjud 58 ta texnikumda 8000 dan oshiq o'quvchi dual ta'limga qamrab olindi. 9 ta texnikumda Germaniya, Angliya, Belarus davlatlari bilan qo'shma va xorijiy dasturlar joriy qilindi. 6 ta texnikumda esa Germaniyaning Leipzig hunarmandchilik palatasi va Aistos kompaniyasi bilan hamkorlikda to'liq nemis kasbiy ta'lim standartlari yo'lga qo'yildi. Shahrisabz tumanida ham tikuvchilik yo'nalishida hamda mebel ishlab chiqarish va qurilish yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan kasblarga urg'u berdik. Shahrisabz tumanida 3 ta texnikumimiz 3 ta davlatlar bilan o'zaro hamkorlik memorandumlari imzolangan. Birinchi sonli texnikumimiz IT yo'nalishi va tadbirkorlik yo'nalishini yo'lga qo'yish uchun moddiy texnik bazasi yetkazib berilgan. 3-chi sonli texnikumimizda Yaponiyani Shimuzi kompaniyasi bilan birgalikda yapon tilini o'rgatib, payvandchilik, duradgorlik, quruvchilik yo'nalishida kasblarni o'rgatish orqali Yaponiyadagi tartibli migratsiya orqali jo'nashni yo'lga qo'yishni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. Undan tashqari 2-sonli texnikumimiz Germaniya davlatining Avistos dasturi orqali 25 nafar o'quvchilarimiz tahsil olyapti. Shahrisabz tumanidagi 3-sonli texnikumda 23 ta yo'nalishda 560 nafar o'quvchi tahsil oladi. Ularning 180 nafari dual ta'lim asosida o'qiydi. Texnikum qoshida o'quv ustaxonasi tashkil etilib, barcha zarur jihozlar, asbob uskunalar, qurilish ashyolari bilan ta'minlandi. Texnikum undan oshiq ishlab chiqarish va qurilish tashkilotlari bilan shartnoma asosida faoliyat olib boradi. Shu bois ham yoshlarning ish o'rinlari aniq. Jumladan tumandagi mebel ishlab chiqarish korxonasi texnikumda dual ta'limda o'qiyotgan 20 nafar yoshni ishga qabul qildi. Mebelchilik yo'nalishiga juda qiziqqanim uchun o'zimiz yashab turgan mahallalarga bor texnikumga topshirdim. Mebelchilik yo'nalishi bo'yicha hozirda 2-kursman. Bu yerda shartnoma asosida ishga kirdik. 4 kun ishlaymiz, ham oylik olamiz. U yoqda 2 kun ustozlarimizni ko'nikmalarni olamiz. Bu yerdagi barcha salonlar bilan ishlashni o'rgandik. Yurtboshimiz tomonidan beriladigan ko'p imkoniyatlar bilan o'zim ham kelajakda mebelchilik bo'yicha tadbirkorlik qilmoqchiman. 1-sonli texnikum Sado tikuv fabrikasi bilan shartnoma qilgan bo'lib, texnikumning dual ta'limda tahsil olayotgan 15 nafar o'quvchisi ishga qabul qilingan. Tumandagi 2-sonli texnikum tog'li hudud Sorak mahallasida joylashgan. Bu yerda 526 nafar o'quvchi yoshlarga 9 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunar o'rgatiladi. Shundan 4 ta yo'nalishda 80 nafar o'quvchi dual ta'lim asosida o'qiydi. Asalarichilik yo'nalishida 30 nafar o'quvchi tahsil oladi. Ham o'qituvchi, ham tadbirkor asalari boqishning sir asrorlarini puxta o'rgatmoqda. Har yili bu yerda 1 tonnagacha asal olinadi. Ta'lim jarayoni dual ta'lim tizimida tashkil qilingan. Har bir o'quvchimiz nazariy olgan bilimlarini bevosita ish o'rnida amaliyotga mustahkamlaydi. Biz o'tgan yili texnikum tomonidan har bir bitiruvchi o'quvchilarimizga bepul 2 oiladan asar oilasi berildi. O'quvchi hali texnikum ostonasini tark etmasdan turib, ularga tadbirkorlik faoliyati bo'yicha amaliy ko'nikmalar ko'rsatildi. Endi kelajakdagi rejalarimiz mana shu texnikumimizda kamida 500 ga yaqin asar oilasini ko'paytirib, olinadigan asal va asal mahsulotlarini o'zimizning brendimizni chiqarmoqchimiz. Byudjetdan tashqari ishlab topilgan mablag' evaziga 10 ta tikuv dastgohi xarid qilindi. Bugun chevar qizlar ham amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishyapti, ham buyurtma asosida maxsus kiyimlar, zamonaviy pardalar va ayollar liboslari tikib daromad topishyapti. Talab va ehtiyojdan kelib chiqib texnikumda avtomobillarga xizmat ko'rsatish, chilangarlik va payvandlash yo'nalishlari ham ochilib, ustaxonalar tashkil qilindi. Hududda turizm rivojlanayotgani uchun yaqinda turizm va tarjimonlik yo'nalishlari yo'lga qo'yildi. Yangi tizimda yigit-qizlar ham amaliy, ham nazariy bilim olishyapti va o'z navbatida ish o'rniga ega bo'lishyapti.